Kapital bozori bu ekosistemani, o'sha moliyaviy ekosistemani ushlab turuvchi uni qon tomirlari desak bo'ladi. Bugungi kunda muomaladagi aktiv sukuk bozorining qiymati $1 trillion dan oshgan. An'anaviy obligatsiyadan farqini ham tushuntirib berib keting. Bo'linmas mulk huquqini sizga qog'ozda yozib bersa, mana shu sukuk. Sizdagi o'sha qog'ozni qiymati bor. Shuning uchun ham qimmatli qog'oz deyiladi. Sukukda esa foyda va zararlardan kelib chiqqan holda siz oladigan foydangiz yo belgilanadi yoki qanaqadir zarar bo'lsa, o'sha zararga siz manfaatdor bo'lasiz. Sukukning hozirgi kundagi 60-70% chiqarilayotgan sukuklar davlat miqyosida bu davlat sukuklari hisoblanadi. Islomiy sukukda sarmoyador pul qarz berish emas, haligi aktivga sheriklik bo'lishi asosiy nimada o'rtada turibdi. Sukuk qimmatli qog'ozlari bir shotdan ikkinchi shotga o'tishi uchun integratsiya qilingan bo'lishi kerak. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Vaqtimizda islomiy moliyaga bag'ishlangan Muomalat Time podkastining navbatdagi sonida ko'rishib turganimdan juda xursandman. Studiyamiz mehmonlari har doimgidek ekspertlarimiz Al Muomalat Consulting kompaniyasining islomiy moliya bo'yicha mutaxassislari Iskandar aka va Hayotbek aka keldilar. Har doimgidek bugungi navbatdagi sonda yangi tushunchalar haqida gaplashamiz. Iskandar aka, birinchi sizga murojaat qilmoqchiman. Aytingchi, mana islomiy moliyani joriy etish haqidagi turli qonunlar qabul qilinganiga mana ancha vaqt o'tdi. 1-iyuldan kuchga kiradi. Qanaqa ishlar bo'lyapti? Qisqacha tushuntirib bering. Qanaqadir o'zgarishlar bo'ldimi shu ko'rishmagan vaqtimiz davomida? Avvalambor assalomu alaykum. 27-mart kuni, joriy yilning 27-mart kuni qonun imzolangan bo'lsa davlat rahbari tomonidan bu qonun 3 oy davomida kuchga kirishi kerak. Ya'ni 3 oy tugagandan so'ng. Hozir ayni paytda regulyator Markaziy bank tomonidan agar amalga oshirilayotgan ishlar haqida biroz bilganimcha to'xtab o'tiladigan bo'lsak, Markaziy bankdagi aynan islom moliyasiga mas'ul bo'lgan loyiha rahbarlari va ularning xodimlari qonun osti hujjatlarda qo'shimcha o'zgarishlar qilish orqali banklarga islomiy bank darajasi faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'yish va bular qaysi huquq asoslar yoki bo'lmasa nizomlar asosida bajarilishi bo'yicha ish olib bormoqda. Bu borada ular Malayziya Markaziy banki, Pokiston Markaziy banki va arab davlatlarida bir necha banklar bilan hamda qo'shni davlatlarda Qirg'iziston, Qozog'iston davlatlaridagi markaziy banklar va islomiy bank vakillari bilan muttasil uchrashuvlar olib bormoqdalar va nizomlarni va strukturalarni ishlab chiqib, aynan ertaga banklar litsenziya olish jarayonida qanaqa tayyorgarlik ko'rish bo'yicha amaliy ishlarni olib borishmoqda hamda tijorat banklari bilan uchrashuvlar tashkil qilgan holda va bu yerda biz kabi konsalting kompaniyalar vakillari ham taklif etilmoqda. Tayyorgarlik jarayoni bo'yicha banklarga ko'rsatmalar berilyapti. Endi davlat banklari va tijorat banklariga keladigan bo'lsak, ular aynan qonunda ko'rsatilgan litsenziya olish, ya'ni islomiy bank faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'ladigan hujjatlar, demak bank faoliyati tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan tartib va qoidalarni ishlab chiqish bo'yicha jarayonlarni boshlashgan. Ba'zi bir jarayonlar o'zi yakuniy bosqichlarga yetib qolgan, chunki iyunning oxirigacha qisqa muddat qoldi, 1,5 muddat. Bu tayyorgarliklar davom etmoqda. Shu boisdan umid qilamizki, hozirgi kunda bir 15 dan ortiq banklar islom bank litsenziyasini olish uchun tayyorgarliklarni boshlashgan. Mana shu aprel oyida chiqqan ko'rsatuvimizdan buyon o'tgan bir oycha vaqt o'tib qoldi. Katta o'zgarishlar, yangiliklar bo'ldi moliya olamida. Bittasi mana shu milliy IPOni joriy qilinishi bo'ldi. Shu 12 ta davlat kompaniyasini aligisi chiqib, hozir nima uchun kapital bozorga qiziqish bunchalik kuchayyapti? Hayotbek aka. Assalomu alaykum, yana bir bor. Kapital bozori bu ekosistemani, o'sha moliyaviy ekosistemani ushlab turuvchi uni qon tomirlari desak bo'ladi. Ya'ni oddiy ko'chadagi o'zini kasbi bilan shug'ullanayotgan odam kapital bozori haqida uncha ko'p uni qilmasligi mumkin. Bilmasligi yo tushunchaga ega bo'lmasligi mumkin yoki har doim kapital bozori bilan ishlamasligi mumkin. Lekin moliyaviy ekotizimni ushlab turadigan qon tomirlari bu kapital bozori. Rivojlangan davlatlarda shunday to'g'ri. Endi hozir O'zbekistonda ham Xudoga shukr ancha bu sohada nima qilindi? Ishlar olib borilyapti, jadal ishlar olib borilyapti. Kapital bozorini regulyatori bu o'sha istiqbolli loyihalar milliy agentligi hisoblanadi. Ular tomonidan hozir 2 ta adashmasam qonun ishlab chiqilyapti. Qarang, bir xalqimizga tushunarli qilay, kapital bozor bu obligatsiyalar, aksiyalar shunaqa narsalar, to'g'rimi? Ha, mana pul bor, naqd bor yoki kartingizdagi pul bor. Bu o'sha bank va bank tizimidagi instrumentlar.
Ularni tepasidagi ushlab turuvchi tizim bu kapital bozori. Kapital bozorini har xil nimalari bor, bo'limlari bor. Masalan, kompaniya bo'lsa va u aksioner jamiyatiga aylantirilgan bo'lsa, uni aksiyalari kapital bozori instrumentlari hisoblanadi. Bu bitta ko'rinishi. Ikkinchi ko'rinishi masalan yevro obligatsiyalar bor. Yevro obligatsiyalar bor. Islom moliyasi sohasida bu bo'yicha sukuk degan tushuncha bor. Bu islomiy nimalar, islomiy qimmatli qog'ozlar hisoblanadi. Bular asosan o'sha fond bozori, kapital bozorida aylanadi. Keling, shu islomiy moliyaga tegishli qismida gaplashaylik, Hayitbek aka. Qarang, sukuk haqida gaplashmoqchimiz. Bugun o'zi bu juda katta mavzu, to'g'rimi, Iskandar aka? Va shu mavzuga kirish bo'lsin bugungi sonimiz va keyingilarida xudo xolasa batafsil hamma mayda detallarigacha gaplashamiz. Bugun shu sukuk o'zi nima? Iskandar aka, shuni nima qiling? Men bir internetga zapros berganimda shu chek shunaqalarni shu so'zdan kelib chiqqan, arabcha so'zda cheklar deganda. To'g'rimi? To'g'ri. Avvalambor islom moliyasi haqida gapirganimizda islom moliyasida ishtirokchilar bor. Islom moliyasida hozirgi kunda bozorni agar 6 trillion dollardan ko'proq deb baholaydigan bo'lsak, asosiy ishtirokchi asosiy bu yerda ishtirokchi islomiy banklar keladigan bo'lsa, ikkinchisida bu kapital bozori, ya'ni sukuk bozori keladi. Bugungi kunda muomaladagi aktiv sukuk bozorining qiymati 1 trillion dollardan oshgan. O'tgan yili 2025-yil davomida 300 milliard dollarlik sukuk muomalaga chiqarilgan. Endi sukuk nima? Hozir aytib o'tganingizdek, sukuk o'zi aslida sak degan so'zdan olingan bo'lib, sertifikat degan ma'noni bildiradi. Endi sukukning hozirgi kundagi zamonaviy islom moliyasidagi ta'rifiga to'xtaladigan bo'lsak, IUF tashkilotining o'sha 17-sonli shariat standartiga muvofiq sukukning hozirgi nomi investment sukuk, ya'ni investitsiya sukuki deb nomlanadi. Endi investitsiya sukukini agar qisqacha oddiy qilib ta'rif beradigan bo'lsak, teng miqdordagi qiymatlarga ega bo'lgan, o'zida aktiv xizmatlar, manfaatlarni aks ettiradigan bo'linmas ulushni, ya'ni bo'linmas haqni ifodalaydigan sertifikat yoki bo'lmasa islomiy qimmatli qog'oz hisoblanadi. Sukukning egalari ma'lum bir aktivning yoki bir ma'lum bir xizmatning yoki ma'lum bir manfaatning teng taqsimlangan ulushdagi haqqiga egador insonlar sukuk egalari hisoblanadi. Misol keltiradigan bo'lsam, misol keltiradigan bo'lsam, masalan, davlat uchun masalan havo yo'llari deylik, O'zbekiston havo yo'llari uchun samolyotlar kerak faoliyatida amalga oshirish uchun. Mana shu samolyotni sotib olib yoki ijaraga olish uchun ularga birinchi navbatda nima kerak? Sarmoya kerak, resurs kerak. Shu mablag'ni, resursni jalb qilish uchun ular masalan deylik ijara sukuklarini chiqaradi ommaga. Ijara sukuklarini ommaga chiqarganda deylik 2 milliard dollarlik ijara sukuklarini ommaga sotishga chiqardi. Mana shu ijara sukuklarini sotishga chiqarganda mana shu sukuk egalari o'sha sertifikatlarni sotib oladi, ma'lum bir belgilangan o'zining nominal qiymatlari bo'yicha sotib olganda, mana shu sotib olgan 2 milliard dollarga masalan O'zbekiston havo yo'llari deylik Amerikadan 5 ta Boeing samolyoti sotib oldi. Mana shu Boeing samolyotlarini sotib olgandan keyin sukukning egalari aholi masalan jismoniy yoki yuridik shaxslar bo'lishi mumkin-ku. Mana shu samolyotlar masalan deylik 5 ta Boeing samolyoti endi mana shu sukuk egalarining egaligiga o'tadi. Ya'ni ularning tasarrufidagi mulkka aylanadi. Endi chunki siz ular sukukni sotib olib sarmoya kiritdingiz qanaqaga? O'zbekiston havo yo'llari. Mana shu sarmoyalar birgalikdagi birgalikda. Mana shu mablag' evaziga O'zbekiston havo yo'llari borib masalan 5 ta samolyotni ijaraga sotib olgandan keyin bu yerda mana shu 5 ta samolyotni ertaga 5 yil davomida yoki 10 yil davomida ekspluatatsiya qilib foydalanish davomida ijara to'lovlari to'lanib boriladi. Samolyotlardan foydalangani uchun mana shu ijara to'lovlarini sukuk egalariga yillar davomida teng proporsionalda o'sha ulushlariga qarab taqsimlab berib boradi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgani narsam bu yerda o'sha ko'rsatilayotgan ijara xizmatlaridan olinayotgan daromadlarga egaligini bildiradi mana shu sukuk sertifikatlari. O'sha sukuk egalari. Mumkin bo'lsa sal qo'shimcha qiling, sizga men shunaqa qilmoqchiman. Qo'shimcha qilingda va an'anaviy obligatsiyadan farqini ham tushuntirib berib keting. Xo'p, masalan hozirda oddiy misolda mashinani, avtomashinani bir kishi nomiga registratsiya qilishingiz mumkin. To'g'rimi? Tasavvur qiling, bir necha kishini, bir kishi talab qilinmadi-da, bir necha kishini nomiga bitta avtomashina registratsiya qilish mumkin bo'ldi. Uchovimiz bitta mashina. Uchovimiz kelishdik,
bitta BYD Song Plus oldik. Masalan, qanchada 100 million so'mdan tashladikda oldik. 3 kishini nomida turibdi. Endi siz yoki men kelib bu mashinani mana bu qismi yoki mana bu sidinasi meniki deb olib keta olmayman. Uchovimiz teng sherikmiz shu mashinani umumiy qiymatiga. Lekin uni ichiga kelib, mana bu joyi meniki, mana bu qismi meniki, motori meniki deb olib keta olmaymiz. Tushuntira oldimmi? Buzolmaymiz. Buzolmaymiz. O'sha aktiv o'shaligicha qoladi. Endi bu aktivni, ya'ni sizni ulushingiz, meni ulushim alohida belgilanmagan. Lekin mashinada teng ulushli biza uchovimiz. Umumiy qiymatda belgilangan. Umumiy qiymatda belgilangan. Endi shu mashinani arendaga bersak, oddiy nima bilan tushuntiraman. Arendaga bersak, masalan, deylik har oy 3 million so'm nima olsak, ijara haqqi olsak, mashina o'zimizning mulkimiz sifatida qolaveradi. 3 million so'm ijara haqqi olsak, 1 millioni точно sizniki. Mana shu mulk huquqini, bo'linmas mulk huquqini, Iskandar aka aytib o'tganlaridek, bo'linmas mulk huquqini sizga qog'ozda yozib bersa, mana shu hukuk. Sizdagi o'sha qog'ozni qiymati bor. Shuning uchun ham qimmatli qog'oz deyiladi. Bu oddiy qog'oz emas. Masalan, oddiy ma'lumotni raspyatka qilsangiz, printerdan chiqarsangiz, bu oddiy qog'oz. Uni narxi o'sha qog'ozning narxi. Lekin unda mulk, mana shu ushbu qimmatli qog'ozning egasi, mana bu sonli, falon sonli avtomashinada 33% yoki 33.33% ulushi bor. U avtomashinani mana bu shartnoma orqali asosida ijaraga berilgandan tushadigan tushumdan xuddi shu foiz miqdorida proporsional ravishda nimasi bor, haqqi bor desa, bu qog'ozni o'sha qiymati bor. Siz buni sotib bilasiz. Boshqaga siz endi qonun ruxsat bersa, tushunarli. Shu mashinadagi o'zingiz bo'lgan ulushingizni boshqa kishiga sota olasiz. Uni xohlang, masalan, 100 million so'm berib kirdingiz-ku, uni xohlang 150 million so'mga soting, xohlang 90 million so'mga soting. Sizning ulushingiz bu. 33% qolaveradi. 33% qolaveradi. Sizdan sotib olgan, bu qog'ozni sotib olgan odamga endi shu manfaat huquqi u odamga o'tadi endi. Daromad qolish. Daromad qolish. Bu endi siz mashina bilan juda haligi primitiv qilib tushuntirdingiz. Endi oddiy tushuntirdim. Zavod bo'lishi mumkin. Bu endi ishlab chiqarish. Endi bu yoqqa ketdi уже. Bu zavod bo'lishi mumkin, bitta zavod bo'lishi mumkin. Bu bir nechta zavod bo'lishi mumkin. Mana bu milliy IPO hozirgi. Milliy IPOda bir nechta kompaniyalarning aksiyalari birlashtirib, unda kichkina ulushlar, kichkinaga bo'lib, necha milliontaga bo'lib, o'shandan ulushlar sotilyapti. Endi siz uni olgan kishi, masalan, bu jismoniy shaxs bo'ladimi, yuridik shaxs bo'ladimi, uni sotib olgan kishi, masalan, o'sha Navoiy kon metallurgiya kompaniyasiga borib, mana bu stanok meniki deya olmaydi. Lekin o'sha umumiy shu hamma kompaniyalarni, IPO ichidagi kompaniyalarni topgan sof foydasidan chiqarilgan dividenddan o'z ulushiga mutanosib ravishda, o'z ulushiga yarasha haq olishga, manfaat olishga naqasi bor, huquqi bor. Tushunarli. Bu muxlislarimizga ham tushunarli bo'ldi shekilli. Umuman islomiy moliyadagi shu sukuk obligatsiyalari, an'anaviy obligatsiyalarning farqini bir tushuntirib bersangiz, o'zi nimasi bilan juz'an farq qiladi? Qarang, umuman islomiy moliya haqida gap ketganda, mana sukuk haqida gapirayotganimizda, sukukning asosiy biriktirilgan daromad manbalari aniq. Ular yoki bo'lmasa o'sha asosiy vositalar sotish orqali yoki ijaraga berish orqali yoki bo'lmasa qanaqadir manfaatdan keladigan narsalar bo'ladi. Obligatsiyalar buni aniq shu aktiv bilan, xizmatlar bilan yoki bo'lmasa manfaat bilan ta'minlangan bo'lishi kerak degan sharti bo'lmaydi. U foizdan kelishi ham mumkin. Hamda qanaqadir oldindan kelishilgan shartlar asosida mustahkam biriktirilgan manfaatlar bilan bog'langan bo'ladi. Sukukda esa foyda va zararlardan kelib chiqqan holda siz oladigan foydangiz yo belgilanadi yoki qanaqadir zarar bo'lsa, o'sha zararga siz manfaatdor bo'lasiz. Lekin obligatsiyada siz o'zi oldindan belgilangan o'sha foiz stavkasini yoki oldindan belgilangan foyda stavkasini olib borasiz. Masalan, 10% bo'lsa, shu 10% olasiz, zarar ko'radimi, boshqa mana shunaqa. Keyin u aktiv bilan nima bilandir mustahkamlanmagan. Uning tagida hech qanaqa bir aktiv ham xizmatlar bo'lmasligi mumkin. Sizga shu foizni berish uchun kelishilgan o'sha foizni olib borasiz. Aksiyani ortida nima borligi muhim emas. Lekin islom moliyasida sukukda aniq bir narsa bor. Ya'ni asset back deymiz biz endi. Biron bir aktiv bilan mustahkamlangan yoki xizmatlar bilan yoki manfaatlar bilan. Ikkinchisi bu
islom moliyasi ruhiga mos va mosmasligi. Sukukdagi barcha amallar, barcha shartlar islom moliyasi huquqlariga, asoslariga, qadriyatlarga mos bo'lishi kerak. Obligatsiyalarda bu har xil bo'lishi mumkin. Odatda obligatsiyalar barchasi ya'ni an'anaviy hisoblanadi. Ya'ni islom moliyasi ruhiyatiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Aksiyalar endi bu boshqa masala. Aksiyalarda siz o'sha korxonaning ulushdori bo'lib kirasiz. Endi korxonaning qilayotgan faoliyatiga qarab bu islom moliyasi muvofiq korxona bo'lishi mumkin yoki islom moliyasiga nomuvofiq bo'lgan tashkilot bo'lishi mumkin. Uning o'zining ana tekshiruvlari bor. Ya'ni islom moliyasi shariy screening deyiladi. Agar o'shani siz korxonaning aksiyasini sotib olgan bo'lsangiz va islom moliyasi kriteriyalarga javob beradigan talablarga muvofiq keladigan korxona bo'ladigan bo'lsa, aksiyalari islom moliyasi muvofiq bo'ladi. Agarda o'sha kriteriyalardan chiqib ketadigan bo'lsa, unda u anaqa bo'ladi. Endi islomni o'zini haligisi bor-ku, parhezi bor. Masalan, Talablari bor. tabak fabrikasi, spirtnoy fabrikalar bo'lmaydi. Bunaqalasi to'g'ri tushunishimcha shunaqa bo'ladi. Shunaqa man qilingan faoliyat. Kimlar sukuk chiqarishi mumkin? Ayjon aka. O'zi Emitentlar. umuman sukukka umuman o'zi aslida cheklov yo'q. Cheklov yo'q. Davlat ham chiqara oladi. Albatta, lekin endi bu islomiy moliya tarafi bor. Hozirgi regulyator, ya'ni bu Markaziy bank moliyaviy ekotizim tarafi bor. Ikkovini birlashtirganingizda odatda sukuk bu ko'proq kapital bozori uchun ishlatiladigan instrument bo'lib qolgan. Hozirda amaliyotda shunday. Endi kapital bozorida ko'proq asosan bu suveren, ya'ni davlat o'zi Moliya vazirligi orqali yoki davlat tashkilligida yoki davlat anaqasida davlat ulushi bor kompaniyalar, davlat ta'sischiligida ochilgan kompaniyalar va katta yirik kompaniyalar. Yirik kompaniyalar deganda endi ko'proq bu o'sha yillik oborotlari 10 million dollardan 20 million dollardan oshgan kompaniyalarga ko'proq ishlatiladi. Sukuk endi kapital bozorini sukuk demay turaylik. Sukuk bu ko'rinishi, format. Masalan, siz o'zingiz chek yozsangiz ham, bizda bank chek bor, chekiy knishka bor. Chek yozsangiz o'sha ham sukuk. Chek yozdingiz, to'lov qildingiz yoki kompaniya chek yozdida sizga to'lov qildi. Mana shuni o'zi ham sukuk. Lekin endi sukukni amaliyotdagi kapital bozorida ishlatilishi, instrument sifatida ishlatilishi, uni protsessi bor. Bu yerda yuristlar qatnashadi, u yerda arranging bank deymiz, ya'ni hamma ishni tashkil qiluvchi bank qatnashadi. Keyin investorlardan pul tortib keladigan banklar qatnashadi, book runner deymiz yoki o'sha joint lead manager deymiz. Bularni o'zini nimalari bor? Ularning xarajati juda katta. Ya'ni proses, sukuk chiqarish prosesini xarajati bor. Buni hamma kompaniya ham oldindan buncha xarajatni ko'tara olmaydi. Shuning uchun ham ma'lum bir darajadagi kompaniyalarga ko'proq foydalanadigan narsa. Hozir kapital bozori instrumenti sifatida. Banklarniki ham bo'lar ekanda, demak. Banklar bo'ladi, tijorat banklari bo'ladi. Bu endi xususiy yoki davlat banklari, katta tashkilotlar bo'ladi, ishlab chiqarish tashkilotlari bo'ladi, davlatning o'zi bo'ladi. Shu iqtisodiyotda muhim o'rin tutadigan yirik loyihalar, masalan, zavod, fabrikalar deylik, yo infratuzilma, yo'llar, ko'priklar, shunda qanday ahamiyat bor sukukni chiqarishda masalan? Qarang, agar sukuk bozorini tahlil qiladigan bo'lsak, men boya aytib o'tganimdek 1 trillion dollardan hozir oshgan bo'lsa, o'shaning katta qismi suveren sukuklarga to'g'ri keladi. Ya'ni davlatlar tomonidan chiqarilgan sukuklar. Nima uchun davlatlar tomonidan bu sukuklar ko'proq chiqariladi? Chunki davlat iqtisodiy o'sish bosqichiga o'tgandan keyin, mana O'zbekiston iqtisodiy o'sish bosqichiga o'tgandan keyin aktiv fazada ketayotgan bo'yicha bu yerda katta sarmoya investitsiyalarga talab bo'ladi. O'sha katta zavodlar, fabrikalar, loyihalar, infrastrukturalar quriladi, ko'priklar qurilyapti, masalan, pullik yo'llar qurilyapti. Bularning hammasiga sarmoya kerak, pul kerak. Mana shuna holatlarda davlat tashqaridan qarz olishdan ko'ra, o'zi ichkarida yoki bo'lmasa ichki yoki tashqi suveren sukuklar chiqarish orqali aholidan yoki jismoniy yuridik shaxslardan mablag' jalb qilgan holda chiqarishi davlat uchun yanada manfaatliroq bo'ladi. Chunki qarz olgandan ko'ra biron bir o'sha moddiy aktiv bilan yoki bo'lmasa loyiha bilan, proyekt bilan ta'minlangan ishning muvaffaqiyati kelgusida davlat uchun kamroq moliyaviy yuk yaratadi. Shuning uchun agar o'sha ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak ham, sukukning hozirgi kundagi 60-70% chiqarilayotgan sukuklar davlat miqyosida bu davlat sukuklari hisoblanadi, suveren sukuklar. Bular bevosita iqtisodiyotdagi eng katta mablag' jalb qiladigan sohalarni moliyalashtirish uchun zarur bo'ladigan narsa. Xorijiy investorlar ham xarid qilishi mumkinmi shunda qatnashib?
Albatta, mana hozir boya aytib o'tganingizdek, O'zbekiston Milliy investitsiya fondi, UZNIF, O'zbekistonda mavjud davlat ulushi bor katta yirik tashkilotlarni ham Toshkent birjasida joylashtirdi, ham London birjasida joylashtirdi. Bu nimani bildiradi? Bu xalqaro investorlar, tashqi kompaniyalarning O'zbekistonga qiziqishini orttirsa, ikkinchidan jozibadorligi, ham uchinchidan demak davlatning ochilayotganligi va investorlar uchun yaxshi bir huquqiy asos va bir ishonchni, shaffoflikni ta'minlab berayotganini bildiradi. Hayajon aka, sizga shunday savol bermoqchiman. Sukukni chiroyli qilib joriy qilish uchun qandaydir to'siqlar bormi O'zbekistonda? Nimadir yetishmayaptimi? Qanaqadir qilib yuborish mumkin bo'lganda hal qilish kerak bo'lgan, kutilayotgan. O'zi kapital bozorini rivojlantirish bu ustuvor yo'nalish hisoblanadi. Chunki har qanday rivojlangan iqtisodiyot kapital bozorisiz oldinga keta olmaydi. Masalan, bank sohasini islohoti ham uzviy davomi hisoblanadi kapital bozorini rivojlantirish. Xuddi shuni o'sha fond bozoriga qo'shilish uchun O'zbekistonda o'sha allaqachon ishlar boshlangan, o'sha ILMA tomonidan, NAPP deymiz, endi ILMA tomonidan istiqbolli loyihalarini rivojlantirish milliy agentligi tomonidan hozirda o'sha qonun, tegishli qonun ishlab chiqilyapti. Qonun bu huquqiy asos yaratadi. Ikkinchi etapi, ya'ni ikkinchi bosqichi ishni uni amaliyotga joriy qilish. Amaliyotga joriy qilish uchun siz butun dunyodagi o'sha qimmatli qog'ozlarni kliring tizimlariga ulanishingiz kerak. Bu O'zbekiston uchun joriy, bizda markaziy depozitariy bor bu bo'yicha. Ular ham juda jadal ishlarni olib borishyapti hozir. Endi sukukni asosiy nima qilgan o'sha depozitariylari dunyoda sanoqli. Clearstream bor, Euronext bor, ya boshqalar. O'sha Londondagi yoki nimadagi, Bahrayndagi, Dubaydagi nimalar. Chunki mana sizni xuddi plastik karta hisobingiz bor-ku, pul turadigan hisob. Xuddi shunaqa hozirgi aytganimiz o'sha misol qilib keltirganimiz qog'oz bor-ku, bular hammasi elektron shaklda. Buni o'zini tizimlari bor va u tizimlar xuddi siz kartadan kartaga pul yuborishga P2P o'tkazma qilasiz-ku, xuddi shunaqa tizimlar ulangan. Siz sukukni oldi-sotdi qilganingizda yoki o'sha fondlar oldi-sotdi qilganida shotda ko'rinib turgan anaqalar sukuk nimalari, qimmatli qog'ozlari bir shotda ikkinchi shotga o'tishi uchun integratsiya qilingan bo'lishi kerak. O'sha aytmoqchisizki, ilgari aksiya, bunaqa obligatsiyalar qog'ozda bo'lardi-ku, bular ham elektron bo'lib ketgan. Albatta. Elektron bo'lib ketgan. Hozir endi o'sha elektrondan ham ancha yurgan, ya'ni globallashgan. Bitta markaziy anaqa bor yoki o'sha chiqarayotgan yurisdiksiyada tekshiradigan qandaydir qayditlardan joy bor-ku. Endi men tushunmayman, u depozitariy shunaqa narsalar. Xuddi mana sizni o'sha pulingiz naqd pul ishlab topdingiz deylik. Bordingizda uni kartaga yukladingiz. Kartaga yuklaganingizda bankda shotda sizda anaqa ko'rinadi. Va u sizni telefoningizga avtomatik ko'rsatadi. Shotingizda qancha pul borligini, to'g'rimi? Keyin uni boshqa o'g'lingiz shotiga, masalan, yo ayolingiz shotiga o'tkazganingizda, kartasiga o'tkazganingizda, bankda reyestrda yoziladi. Mana Shuhrat akani shotida falonchani shotiga mana buncha o'tdi deb yoziladi. Keyin u integratsiya qilingan bo'lsa, avtomatik u kishini nimasida ko'rinadi. Telefonda ko'rinadi. Xuddi shunaqa sukukni shotlari bor. Sukukni shotlari markaziy depozitariylar orqali hammasi bir-biriga ulangan bo'lishi kerak. O'zbekistondagi keyingi o'sha hozir mana qonun ishlab chiqilyapti. Xudo xolasa u qabul qilinganidan keyin sukuk bo'yicha asosiy dunyo bo'yicha global anaqa markazlar, o'shalardagi depozitariylar O'zbekistondagi markaziy depozitariylar bilan integratsiya qilish kerak bo'ladi. Bu demak bizdagi hamma narsa butun dunyo bo'yicha. Albatta. Shu o'shanda investorlar biza O'zbekistondagi sukuk chiqaruvchi emitentlar tomonidan chiqarilgan sukukni o'zini shotiga olib biladi. O'sha yoqdan turib. Ha. Masalan, sizni bankingiz hozir deylik Garant Bank. Garant Bankdagi kartangiz agar Garant Bankni o'zi deylik Aziallians Bankka ulanmagan bo'lsa, Markaziy bank orqali ulanmagan bo'lsa, siz Aziallians Bankdagi kartaga yubora olmaysiz pul. Xuddi shunaqa sukukda ham xuddi shunaqa. Sizni shotingizda sukuk bor yoki sizni shotingizda pul bor, siz sotib olish uchun, to'lov qilish uchun u bank bilan o'sha qabul qilib oluvchini banki bilan ulangan bo'lishingiz kerak. Hozir texnik tomonlarini aytib berdingiz. Ya'ni amaliyotga joriy qilish bu qonun chiqishi asos bo'ladi. Demak, sizni so'zingizdan tushunyapmanki, qandaydir bir o'sha qonun hali endi ishlab chiqilyapti bu borada. Qonun hozir ishlab chiqish jarayonida. Shunchalik bu
hammasi uchun-da, to'g'rimi? Bitta islomiy kapital bozor uchun emas-ku bu. Yo'q, qonun umumiy. Umumiy-ku. Shuni ichida nima bor? Sukuk uchun ham tegishli banda Men hayron kiritilgan. qolayotganim, masalan, mustaqil bo'lganimizga 35 yil bo'lyapti. Bir 7-8 yil oldin shu kapital bozor masalasiga bir aralashgandim-da. Endilar qilinayotganda shu ancha kechikib qolmadingmi? Ishg'ol aka bu yerda bunaqa narsa. Kapital bozori bo'yicha jadal ishlar rivojlanishda ketyapti. Hozir shu kecha kunduz qarasangiz, O'zbekistonda muomalada bo'lib turgan qimmatli qog'ozlar bozorining summasi 300 trillion so'mga yaqinlashgan. So'nggi yillarda kapital bozori O'zbekistonda jadal rivojlanib bormoqda. 700 dan ortiq emitentlar, yana bir 100 ga yaqin aktiv ishtirokchilar bor. Bu nimani bildiradi? O'zbekistonda kapital bozoriga jiddiy e'tibor berildi. Xabaringiz bo'lsa, o'tgan yil 2025-yilda davlatimiz rahbari tomonidan 30-yilgacha O'zbekistonda kapital bozoriga qo'shimcha 1 milliard dollar sarmoya jalb qilish masalalari ko'rilgan. Bu bo'yicha NAPPda yoki Markaziy bankda yoki Moliya vazirligi tomonidan ishlar olib borilmoqda. Birgina mana shu sukukning rivojlanishi uchun bo'layotgan asosiy qadamlardan biri mana shu yaqinda qabul qilingan qonun. Bu qonun nima beradi Shuhrat aka? Ertaga banklar Islomiy bank faoliyati bilan shug'ullanib boshlagandan keyin Markaziy bank regulyator sifatida ertaga banklar o'rtasida o'zaro banklar ora naqd pul munosabatlari, likvidlikni ta'minlashda qisqa muddatli sukuk joriy qilishi mumkin. Markaziy bank o'zi. Chunki uning vakolati bor. Chunki ertaga banklar bir-biri bilan integratsiya qilib ishlayotganda Islomiy banklar ularga likvidnost masalasi birinchi kun tartibiga kelganda ular qisqa muddatli sukukni joriy qilgan holda banklar o'rtasida buni amalga oshira oladi Markaziy bank. Endi hozircha aytgandek katta miqyosdagi sukuklarni joriy qilish, ularni xalqaro bozorlarga olib chiqish uchun bu texnik ishlar, integratsiya jarayonlari, bog'lanishlar bu parallel amalga oshiriladigan ish. Lekin qonunchilikda hozir o'sha NAPP tomonidan ilgari surilayotgan kapital bozori to'g'risida qonundagi qo'shimcha o'zgarishlar yoki sukuk bozorini joriy qilinishi kerak bo'lgan ishlar jadal amalga oshirilishi kerakligining muhim sababi ertaga islom banktarchalari ochilgandan keyin birinchi duch keladigan asosiy muammolardan biri bu likvidnost bo'ladi. Shu paytda sukuk muhim rol o'ynaydi. Likvidlik bu endi shu pulda mablag', to'g'rimi? Mablag' yetishmovchilik. Bugungi suhbatimiz shu sukuk mavzusiga kirish bo'ldi, Hayajon aka. Menimcha asosiy narsani bir muxlislarimiz tushunib olish kerak edi, chunki ularga bir g'ayritabiiy notanish so'zlar yangrayapti-da bu yerda. Islomiy moliya bo'yicha ham umuman moliya mavzusida bizni bu turkum ko'rsatuvlarimizdan, podkastlarimizdan bitta bu emas, vaqtida chiqadigan boshqalarida ham ko'zlangan asosiy maqsad xalqning moliyaviy savodxonligini oshirish. Bu narsalarni ko'rib borish kerak, chunki bu narsalar yildan yilga rivojlanyapti. Iloji bo'lsa farzandlar shu yo'lda o'qitish kerak, shu narsaga qiziqish kerak, chunki odamlarimiz uncha qiziqmaydi bu mavzularga. Islomiy sukukda sarmoyador pul qarz berish emas, haligi aktivga sheriklik bo'lishi asosiy nimada o'rtada turibdi. To'g'ri. Haligi qilib yakunlab bersangiz. Masalan, aytganingizdek, Shuhrat aka, bugun shu sukuk mavzusiga kirish, uni kapital bozoridagi tutgan o'rni va kapital bozorini o'zi umumiy ekotizimdagi o'rnini haqida bir qo'ldan kelgancha baholi qudrat nima qildik, gapirdik. Endi balkim keyingi sonlarimizda nima qilamiz, ko'proq o'rganamiz, xalqchil qilib yetkazishga harakat qilamiz. Bizda ko'rib boringlar, qoldirmay ko'rib boringlar. Ekspertlarimiz O'zbekistonda eng zabardast islomiy moliya yo'nalishi bo'yicha hali islomda sug'urta masalalari, hali temalarimiz ko'p, gaplashadigan mavzularimiz xudo xolasa. Bizga bu ko'rsatuvimizni ulashinglar, o'zlaringizni qiziqtirgan savollarni albatta komment qismida qoldiringlar. Iskandar akam, Hayajon akam albatta o'qib boradi, o'zlari shaxsan javob beradi sizlarni qiziqtirgan savollarga. Like bosinglar, bo'lishinglar. Iloji boricha bizga ham ko'rsatuvimizni ko'proq odam ko'rishiga yordam beringlar. Kelgusi ko'rsatuvlarimizni ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling.